Yo'lning qarama-qarshi harakatlanish tomoniga chiqish qachon taqiqlanadi? Yo'limizda 4 ta tasmali yo'l bo'lganda ham yoki bo'lmasa o'rtada splashnoy 2 ta parallel chiziq chizilganda ham qarama-qarshi harakatlanish yo'llarga chiqish taqiqlanadi. Demak, yuqoridagi barcha holatda taqiqlanadi. Yo'naltirgichlarning qaysilari bo'ylab harakatlanishga ruxsat etiladi? Bu yerda mana bu belgiga qaraymiz. 4-1-1 buyuruvchi belgi harakatni to'g'riga buyuradi va o'ng tomondagi yondosh hududga kirishga ruxsat beradi. Demak, javobimiz A va G. Mazkur chiziq nima haqida ogohlantiradi? Bu chizig'imiz biz to'xtamasdan harakatlanish taqiqlangan yo'l belgisiga yaqinlashib borayotganligimiz haqida ogohlantiradi. Shu joyda to'xtab turishga ruxsat etiladimi? Biz bilamizki, to'xtagan avtomashina bilan sploshnoy polasa orasidagi masofa 3 metrdan kam bo'lsa, to'xtash taqiqlanadi. Ko'rayotgan bo'lsangiz, bu yerda ikkita polosasi bor va keyingi avtomashina bemalol aylanib o'tish imkoniyatiga ega. Mana bu yerda esa buyuruvchi belgimiz o'ngga buyuradi. Mana shu yuk avtomobil hech kimga xalal bermaganligi uchun shu yerda to'xtab turishga ruxsat etiladi. Transport vositasini orqaga harakatlanish paytida haydovchi qanday talablarni bajarish kerak? Harakatni boshqa ishtirokchilarga xalal bermaslik, harakat xavfsizligini ta'minlash zarur bo'lsa, boshqa shaxslarning yordamidan ham foydalanishga ruxsat beriladi. Harakatlanish taqiqlanadi. GAI xodimining mana shu ishorasida orqa tomondan, oldi tomondan va yon tomondan kelayotgan avtomashinaning chapga burilishi taqiqlanadi. Demak, bizning javobimiz oq, ko'k va yashil avtomobillarga. Qaysi transport vositasining haydovchisi chorrahadan birinchi bo'lib harakatlanadi? Demak, ko'ryapmiz, bu yerda svetoforning qo'shimcha tarmog'i. Mana bu yerda asosiy tarmoq svetofor yoqilganligi uchun birinchi bo'lib avtomobil va avtobus haydovchisi harakatlanadi. Qaysi transport vositasi haydovchisi to'g'riga harakatlanish huquqiga ega? Demak, GAI xodimi o'ng qo'lini oldinga uzatganda, orqa tomon, o'ng yelka tomon harakatlanish taqiqlanadi. Ro'parasidan kelayotgan avtomobillar faqat o'ngga burilishi mumkin. Mototsikl o'ngga burilyapti. Bizda savol esa to'g'riga harakatlanish, faqat yengil avtomobil haydovchisi. Sarg'ish rangli miltillovchi chiroq yoqilgan holatda harakatlanish uchun imtiyoz beradimi? Sarg'ish rangli chiroq mayoqcha imtiyoz bermaydi. Bu belgining ta'sir oralig'ida qaysi avtomobil uchun to'xtashga ruxsat etiladi? Bu belgi ta'sir oralig'ida nogironlarga tegishli emas qo'shimcha belgisi turganligi uchun nogiron taniqlik belgisi bo'lgan sariq avtomobilga ruxsat etiladi. Bunday taniqlik belgisi bilan belgilanadigan transport vositasi. Bu taniqlik belgisi uzun o'lchamli transport vositalarining orqa qismida o'rnatiladi va uzunligi yuk bilan yoki yuksiz holatda 20 metrdan ortiq bo'lgan transport vositalarida qo'llanadi. Egri yo'lda harakatlanayotgan avtomobilning turg'unligi quyidagi qaysi holatda ta'minlanadi? Demak, uzatma ulangan holatda, ya'ni skorostda bo'lgan holatda turg'unligi ta'minlanadi. Qaysi transport vositasining haydovchisi yo'l berish kerak? Yana boyagi yuqoridagi savolimizga o'xshagan holat, qo'shimcha tarmoq yoqilgan, lekin bu yoqda glavniy tarmoq svetofor yoqilgan. Oldin glavniy tarmoqdagi transport vositasi harakatlanadi. Kim yo'l berish kerak? Tramvay haydovchisi yo'l berish kerak. Quyidagi belgilar harakatlanishga ruxsat beradi. Bu yerda ko'rayotgan bo'lsak, harakatlanish taqiqlangan belgisi turibdi va bu belgini ta'sir oralig'ida qo'shimcha axborot belgimiz faqat chapga deb ko'rsatyapti. Biz harakatlanishimizga ruxsat beradigan yo'nalishimiz to'g'riga, o'ngga va qayrilib olishga. Qaysi shartlarda transport vositasidan foydalanish taqiqlanadi? Ko'rayotgan bo'lsangiz, bu yerda gidravlik tormoz tizimi, pnevmatik tormoz tizimi, ishchi tormoz tizimi, umuman olganda tormoz tizimi ishlamaydigan har qanday transport vositalaridan foydalanish taqiqlanadi. Umurtqasining ko'krak qismi shikastlangan kishi transportda qanday tashiladi? Umurtqasining ko'krak qismi shikastlangan kishi qattiq taxtaga orqasi bilan yotgan holatda tashiladi. Haydovchi harakatlanishni boshlashdan oldin qanday amallarni bajarish kerak? Harakatni boshlashdan oldin haydovchi harakat xavfsiz bo'lishiga va boshqa ishtirokchilarga xalal bermasligiga ishonch hosil qilish kerak. Chorrahadan birinchi bo'lib qaysi avtomobil o'tadi? Bu yerda ko'rayotgan bo'lsak, o'ng qo'l qoidasiga asosan yashil avtomobil birinchi harakatlanadi. Avtomagistralda taqiqlanadi. Demak, avtomagistralda to'xtash, dam olish joylaridan tashqari joylarda to'xtash taqiqlanadi. Qayrilib olish va ajratuvchi mintaqaning texnogin uzilish joylariga kirish taqiqlanadi. Orqa bilan harakatlanish taqiqlanadi. Demak, yuqoridagi barcha holatda avtomagistralda taqiqlovchi holatlar ko'rsatilgan. Tibbiyot qutishasi va o't o'chirgich bo'lmagan qanday transport vositalaridan foydalanish taqiqlanadi?